Assalomu alaykum. Yo'q-lekin. Qachon keldingiz aka? 3 kun bo'ldi. Nimaga xabar bermadingiz? Bir ikkita ishlarim bor. Shularni bitirish kerak. Qanaqa ish? Yordam kerak bo'lsa, Yo'q. Ish bitdi. Nima ish aka? Ikkitasi bilan hisob-kitobim bor. Shularni yo'qotish kerak. kim edi ular? Qo'yib. O'zingizlarda nima gap? Yaxshisi, biror joyga borib o'tirib gaplashaylik-a. O'zbekning ovqatlarini sog'indim. Bo'ldim, ochaveraymi? Hozir yana ozgina. Shoshma. Mana. Voy! Endi kechirdingmi? Yo'q hali. O'ylab ko'raman. Ketdikmi? Ketdik. Chiroyli juftlik-a. Ha. Maktab davrlari zo'r edi-ya. O'tib ketdi. Men ham sog'indim. Kirmaymizmi? Yo'q, halol bermaylik. Aytgancha, Zarnigor bilan gaplashib turibsan? Hozir u Qozog'istonda musobaqaga tayyorgarlik ko'ryapti. Kelmasmikan? 1 yildan keyin deb aytdi menga. Unda yaxshi. Yur, biz ham aylanamiz. Mayli. edim ishqingda telbayu devona, nahotki bo'lib qoldimmi endi begona. Axir o'zing eding qalbimda yagona parvona. Unutay deymanu lek yurak ko'nmaydi, tunlarim bemazmun dil seni so'raydi. Hayollarimda sen hayolim qo'nsaydi, yo'q unutkim kelmaydi. Borishalarga bor agar sevsa seni, mendanam kuchliroq kerakmi senga? Mendayin telbaroq oshiqu bemor. Bo'ldi qil. O'lurmagan, o'lgan odam o'ldi ketdi. Hop, Ahmad. Ikkita kattani Xurshid bilan qassobni yo'q qilgan. Tushunyapsanmi? Mayda-chuda bo'lsa ham mayli edi. Xurshidni qamoqda o'zida o'ldirgan. Qanaqa qilib? Bu bizga nisbatan ogohlantirish. Kim qildi deb o'ylaysan? Bilmayman. Menimcha bu ish Rahmatjon qilgan.